Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana yana bir obyektni namoyishga ketkazmoqdamiz. Bu obyektimizda dorixona va chapkalarni qilib berganimiz ko'rishingiz mumkin. Dorixonalari hovuz bosonda bo'lgan va o'rtalariga bir dona bruza sanli kosmoslarimizdan ham qo'yib berganmiz. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi, chunki tunkaning usti muzqatilishi va bukilishi ham bor. Ayniqsa mana bunaqa pianinali fasonda 2 barobar tunka ko'proq ketadi joyingizning kvadratdan. Mana ko'rishingiz mumkin azizlar. Ayvonlarni ham juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Ayvonlariga quruq shaxmatlar qilib, chapkalarni ham yopib juda ham go'zal holatda qilib berganmiz. Mana chapkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Chapkalar ham oq va ko'k rangda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Azizlar, biz Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham ish boshladik. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApp kanalimiz ham bor. Mana bunaqa joylarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerlarni ham juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Mana chapkalar aylana holatda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Bu joylar ham juda ham go'zal holatda keltirilgan. Azizlar, ishimizni ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni uyga telefon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.